Ruhni jasaddan chiqishi birodarlar oyoqdan boshlanadi. Sekin ko'tariladi. Ko'tarilib halqumga keladi. Oyoq qo'l ishdan chiqdi, ko'z ko'rib turibdi. Atrofdagilar ko'rib turadi. Dam solib o'qib qo'yuvchi biron kimsa bormi deb qolishadi. Atrofidagi tabiblar boyaga endi o'lishga iqtizorda yotgan kishini oldagi tabiblar hali shok qilib to'q bilan urib ko'radi, hali ukol qilib ko'radi, hali bir yuragini massaj qilib ko'radi. Bilib turibdi bu firoq ekanligini. Ukoli ham, elektr toki ham, yuragini massaj qilishi ham foyda bermaydi. Chunki Mashiach keldida jon. Oiladan, farzanddan, do'sti birodardan, moli dunyodan, shahvat, huzur, halovatdan ajralish ekanligini tushundi. Shu holatini o'ylang-da shu odamni. Bir kun shu kunga kelamiz birodarlar siz bilan biz ham. Shunda nimalarga pushaymon yeysiz va nimalardan quvonasiz? Jon berishning qiyinligidan oyoqqa chalmashib ketadi. Omonatni topshirdi. Yuviladi, kafanlanadi, yelkalariga ko'tarilib janozaga olib boriladi.